Fire Gaming takdim etadi. Assalomu alaykum obunachilar. Sizlar bilan Fire Gaming kanali Counter Strike grup o'yinida bugun biz bitta botga qarshi o'ynaymiz. Ana ko'ryapsizlar, mana botni mana o'zini eshityapsizlarmi? O'zini yig'layapti. Başlı gay. Real mi Barça mı? Real lekin gay. Nega bilmedim. Oynash opsional. Yo'q, hali ko'rganim yo'q sen. Qana ko'raman. Hozirda qandaydir bug bo'lib qoldi. Oyun boshdan boshlandi, nimadir bo'lib qoldi. Ovozim eshitilmay qoldi. Ot kutyapman. Bomba bilan yutqazdim. Bot. Qilishda? Qilishda bo'lsa qilishda. Gambit degan qilich bor. Tamam. Yuttum. Rekorga Gambit legenda emasda. Gambit legenda. Qanday? Ishlabam brat. Ozgina oqdan ko'rib qolasiz bo'ldi. Boshqa muammo yo'q lekin bak. Nima oqdan? Uzr, bosilib ketdi. Men nima dedim? Men legendaman. Counter bo'yicha birinchi o'rin emas, lekin 3-o'rinda turaman. O'zim maqtash yomon ko'raman. Orqada g'alati ovozlar eshitilayotgan bo'lsa, mening bor uzr. Do'stlar, 10-1. Ana endi 10-1 bo'ldi. Men cho'g'da ketdim mana. Bo'pti. Bo'lmadi. Matolaman. Okey, mayli do'stlar. Sizlar bilan Fire Gaming bo'ldi. Xayr, obunachilar. Yig'lab ketdi bu Mega Mini yutqazganini tan olmasdan. Keyingi videolarda ko'rishguncha